turmushga chiqa olmasligi bu qiz bolani o'ziga qo'ygan bloka. Yigitlarda ham shunaqa. Qizlar o'ziga o'zi blok qilib qo'yadi. Men hammadan pastman, men hammadan yomonman, men ko'cha qiziman. Bo'ldi, buzildim, tamom bo'ldi, hayotim to'xtadi shu yerda deb ko'cha yo'liga kirib ketishadi. Aldanib qolgan bo'lsa, bu opit deb qabul qilish kerak. Bu aldanib qolding, bu seni opiting. Agar bundan keyingi yigit keladigan bo'lsa, har qatdan erkak yigit bo'ladigan bo'lsa, buzilib qolganiga qaramaydi. Ya'ni undan oldin kimdir bo'lganiga qaramaydi. Bu uchun qizlar bilan ishlash kerak. Birinchi o'rinda oiladan ta'zih bo'lish kerak emas. Sen qo'pol qilib aytaman, san nas bosgansan deb faqat haligi ota-ona emas, butun qarindosh urug' ezishga keladi. Hech kim yordam berishga kelmaydi. Yordam berib boshini silab, yo'ling ochilib ketadi, hammasi yaxshi bo'ladi deb tortishga harakat qilishmaydi. O'sha chuqurga kirib qolganini battar chuqurga kirgizib, ezishga harakat qilishadi. Chuqurdan chiqaradigan odam kuchli bo'lishi kerak. Ezadigan odamlar eng kuchsiz odamlar bo'ladi. Bunaqa muammolar bilan qizlar kelganda yordam bera olaman. Uni ham vujud terapiyasi bilan chiqarish kerak bo'ladi. Chunki qizda o'ziga bo'lgan hurmati, ishonchi, o'ziga bo'lgan sahal bo'lsa ham yaxshi ko'rish sevgisi yo'qolgan bo'ladi. Faqat birovlarga emas, ya'ni atrofdagi insonlarga emas, o'ziga ham nafrat ko'zi bilan.